Qizlarjonlar, bitta narsa haqida gapirmoqchiman. Ya'ni biologически aktivniy добавкаlarni qaysi payt, qanaqa holatda ichish mumkinligi to'g'risida. Chunki ko'pchiligimiz biologически aktivniy добавка olib ichamiz, lekin qaysi payt, nimalar bilan kombinatsiya qilsak bo'ladi, чтобы bizning organizmimizga to'g'ri ta'sir qilishi uchun, to'g'ri yetib borishi uchun, singishi uchun qizlar. Birinchi navbatda qizlar mana D3, K2 buni qizlar bemalol biz buni mana selenni kalsiyni, mana kalsiy K2ni biz bemalol buni ovqatlanayotgan paytimiz ichsak bo'ladi. Yog'li narsalar bilan bemalol qilsak bo'ladi. Bularni mana buni kasha bilan, bemalol sutli mahsulotlar bilan ham qilsa bo'lar ekan. Bularni полностью. Endi qarang. Mana bu iron xilat, ya'ni temir moddasi. Bular bilan ichib bo'lmaydi. Plus buni kasha bilan вообще mumkin emas. Kashadan keyin ham mumkin emas. Buni siz uyg'onganingizdan keyin suv ichasiz-ku, ovqatlanishingizdan 1 soat oldin aynan mana shuni ichishingiz kerak. Och qoringa iron xilat och qoringa ichiladi. Undan keyin 1 soatdan keyin ovqatlanadi qizlar. 1 soat. Eslaringizda tursin, chunki bu juda ham nozik ekan. Bu kalsiy, agar siz mana bu kalsiy buni usvoyevать qilishini shunday sekinlashtirar ekan. Juda bir-biriga bog'liq ekan. Buni esa ovqatlanganingizdan keyin ertalab zavtrakdan 20 minut 30 minutdan keyin bemalol ichsa bo'ladi qizlar. Ya'ni bu chorniy tmin qizlar. Agar siz kofe ichmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha bularni ichayotgan paytingiz kofe ichmang, chunki singishini juda ham sekinlashtiradi. Hammasini ichib bo'ldingiz va mana yarim soatdan keyin buni ichdingiz va yarim soatdan keyin kofe ichsangiz bo'lar ekan. Keyin magniy kechki payt ichasiz va bundan keyin ham choy, kofe вообще ichish mumkin emas qizlar. Chunki singishini juda ham pasaytirib yuboradi. Даже 80% ga pasaytirib yuboradi, musga ketadi qizlar. Так что имейте в виду qizlar. Sizda mana shu badlaringizda yaxshi ta'sir qilishi aynan qachon, nima bilan ichishingizga, qaysi payt ichishingizga va mumkin bo'lmagan mahsulotlar bilan birgalikda iste'mol qilmasligingizga ham bog'liq ekan.